sotuvchilardan savol kelib tushibdi. Xitoy tovarlari sudga kim bo'lib yotibdi? Nimaga bizani ishlab chiqarish hali ham qimmat deb so'rashibdi. Nimaga endi 1 yilda 2 marta olib beryapsiz deb javob bermadingizmi? Juda ham o'rinli savol bo'libdi. Buni sababi oxirgi paytlarda bolalar kiyimiga kelib taqaladigan bo'lsa, ya'ni o'sha Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri kiloli mahsulotlar, ya'ni 1 yoshdan 7-8 yoshgacha bo'lgan kiloli kiyimlar ko'payish sabab bo'lyapti. Nimaga? Ularda xomashyo ishlab chiqarish o'zida bo'lganligi uchun juda ham arzon kirib kelyapti. Ikkinchi sababi katta ob'yemga ishlagan, ya'ni kalsiyaga ishlaganligi uchun sifatga ahamiyat berishmaydi. Lekin ularni premium kачествоsi bilan bizani mahsulotni tenglashtiradigan bo'lsak, bemalol raqobatlasha oladi. Bizaniki nimaga qimmat chiqib ketayotgani sababiga keladigan bo'lsak, nima bilasizmi? Qimmat bizada ko'plab yaxshi materiallar ulardan kirib kelganligi uchun xomashyo, ya'ni o'sha furnitura, aksessuarlarga to'g'ri keladigan bo'lsak, ularni bemalol premium kачествоsi bilan raqobatlashsak bo'ladi. Bizda ham yaxshi narsalar ishlab chiqarishyapti. Bizlar o'ylaydi, mana kiloli kiyim ko'payib ketganiga O'zbekistonni ishlab chiqarishi raqobatlasha olmayapti deb o'ylaydi, lekin shunaqa narsalar chiqarishyapti. Premium kачествоda bizaniki ham qolishmayapti hozir bemalol. Lekin segmentga keladigan bo'lsa, segmentda ular bilan bizning segment bir xil bo'lib qolyapti-da bozorda. Misol uchun 6-7-8 yoshgacha ham bolalar kiyimga taqalgan, 6-7-8 yoshgacha ham bir xil razmerda ishlab qo'yamiz-da. O'shani hisobiga ham atak bizada ham mana 9, 10, 11, 12, 14 yoshgacha ham keladigan bo'lsa, 14 yoshgacha men bozorda yo'q-da modellar. Xitoydan ham kirib kelmaydi. Kirib keladi, kirib kelgani ham qimmat bo'ladi. Shuni ham hisobiga olish kerak-da. Bular hozir o'ylaydi, mayda razmeri arzonda, bizani mayda razmer nimaga qimmat? Ularda furnitura, ya'ni xomashyo arzon kirib kelmaydi, bizga qimmat, ularda arzon o'zida. Sizlar Xitoy sotgan bo'larmidinglar yoki ishlab chiqarish? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Bozor, savdo, shunga oid ma'lumotlar qiziq bo'layotgan bo'lsa, podpiska bosib kuzatishni davom etinglar.